Barın inqilabı demdik, cihadımı. Abdori Abduvali Ayub. Yaqindan beri bir muhaciratdagi Uyg'urcha yozmalarda inqiloblar jihad, jihodiy amaliyat deyilib, tashkillanishlar jihodiy jamoat deyilib kelyotidi. Misalan, Barın vaqasiga o'xshash Uyg'ur qurolliq harakatining muhajiratda jihad deb bayon qilinayotganligimi amaliyat. Bugungi qarshilikni jihad degandan boshqa tarixdagi qurolliq qarshiliklarni qayta qurashtirib jihadlashtirish meni o'ylantirdi. Burunqi qarshilik harakatlarni jihad demdik desak, nima uchun shundoq deymiz? Bugun bo'layotgan qarshiliklarni-chi? Mencha Uyg'ur tarixidagi qurolliq qarshilik harakatlarini jihad deyish muvofiq emas. Chunki Uyg'urdagi nopozliq kitoblarda qarshilik uchun undaq atalg'u qo'llanilmagan. Masalan, Qutatqu bilik, Atabatul Haqayiq, Baburnoma, Tazkiriya Azizan, Tarixi Rashidi, Tarixi Hamidi qatorliq kitoblarimizda jihad so'zi yo'q. O'limalarimiz tarafidan eng keyin yozilgan, ya'ni 1916-yili Tarixiy Aminiyadan o'zgartirilib qayta yozilgan Tarixi Hamidida inqiloblarimiz jihad deyilmagan. Turg'un Almasning Uyg'urlar, Mamtimin Bug'raning Sharq Turkiston tarixi, Molla Musa Sayramining Tarixi Hamidi, Mirza Haydarning Tarixi Rashidi degan kitobida jihad degan so'z uchirmaydi. Haqiqiy ma'nida jihad qilgan bu zotlar kitoblarda jihad so'zini tilga olmaganligi, ularning jihadning qandaq ma'nolarda ekanligini to'liq va to'g'ri bilganligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Chunki arabchadagi nurg'un diniy kalimalarni asarlarida shu peti ishlatgan bu kishilarga hech kim chek qo'ygan emas. Yaqinqi 100 yilda vatanimizda kommunist va gomindangchi Xitoyning tajovuziga qarshi janglardan aslima qoldirgan mo'tavar kishilarimizdan Imin Vahidi, Nizomiddin Husayn, Barat Hoji, Muhammad Imin Islomi va Abdushukur Hoji Kerimlar bu urushlarni hech qachon jihad demagan. Ularning hech biri sabdoshlarining boturona kurashlarini bizga jihad qildi deb yezib qoldirmagan. Tarixchi, siyosatchi va adib bo'lib tonilgan Osiyo tarix tadqiqotchilari mo'yim manba deb qaraydigan yuqorqi kitoblar tilga olmagan jihad so'zini o'zimizcha kengri qo'llanib, tarixni qayta jabdib, jihadlashtirib, bugungi so'z nutqlarimizda va to'r dunyosida tarqitib yurishimiz nomuvofiq. Chunki Badashxonni fath qilib 30 yil so'rgan Mirza Haydar go'rigan olim edi. İnqiloblarda oldingi safda turgan Molla Musa, Mamtimin Bug'ralar diniy o'lima, mudarris edi. Ular o'zi qilayotgan inqilobning nima ekanligini bilmagidak, jihad yoki emas ekanligini deyilmagidak odam emas edi. Shunga tariximizning tasvirligini bo'yicha bo'lg'ini yaxshi. Uyg'ur tarixida qo'zg'alang deyilgini qo'zg'alang bo'lsin, inqilob deyilgini inqilob bo'lsin. Tarixni yaratgan bo'g'ularning inqilobga qatnashgan va rahbar bo'lgan peshvalarimizning ro'yi qo'rinmaslik uchun ular nima degan bo'lsa,
bizga qandaq yezib qaldırgan bolsa, şundaq ögünüp tarixni ulap mangınımız aqılanlıq. Uyghur hazırkı zaman qarşılıq hareketlerimizni cihat deyişmi? Şəpkilikə qalpaq kiygizgendek bir iş. 1990-yılı 5 aprel günü yüz bergen Barın inqilabı haqqida bugungacha 2 parcha əslimi chiqibdi. Kitap haqqidagi gap 2, ammo mazmun bir bo'lib ikkilisida Barın inqilabı deyilib, jihad deyilmagan ekan. Tekshirishlar qaraganda Uyg'ur tilida inqilobni jihad deyish Hasan Mahsum Afg'onistonga chiqqan va O'rta Osiyoda qurolliq harakatlar boshlangan yillarga to'g'ri kelishi mumkin ekan. Shu chaqda Sharq Turkiston Islom harakati bilan Sharq Turkiston Ozodlik tashkiloti tashviqot materiallarida jihad so'zini rasmiy qo'llangan. Bu tashviqot xalqaro jihodchilik harakatlarining tashviqoti bilan tutishib, Uyg'urning milliy da'vosi dunyoviy diniy da'voga qarab kengaygan. Uyg'ur rahbarlar jihodni targ'ib qilib, qurolliq inqilobda diniy qo'zg'atqich kuch, tashviqot quroli qilib ishlatgan. Ammo bu qurol u chaqlarda allaqachon xalqarалық organlarning plani uchun xizmat qilayotgan bo'lg'achqa, shuar yotdin, vaqirash bizdan, plan yotdin, ijro bizdan bo'ladigan holat borliqqa kelgan. Halbuki shu chaqlardimi Barindagi inqilobni jihad deyish umumlashgan emas. Barin inqilobini Barin jihadi deyish, Suriyaga chaqiriq qilingan jihad hijrat tashviqotiga ergishib tillarga chiqqan. Rasmiy Uyg'ur matbuotlarda 2017-yillarmi shundaq deyilibdi. 2018-yilga kelganda nutuq va torlarda shundaq deyilish rasmiylashib qolgandek qiladi. Zaydin Yusuf boshlagan inqilob ayni davrda jihad deyilmagan. Buni u chaqda Uyg'ur emas, shundaq desa foyda oladigan Uyg'urning dushmani bo'lgan Xitoy hukumatimi demagan. Chunki Uyg'ur tilida undaq bir atalg'i yo'q. So'roq va sot xotirlarida undaq bir atash yo'q. Xitoy hukumati Barin inqilobini isyon deb atab, Uyg'ur tilida bor bo'lgan bugungi jihodning ma'nisiga yaqin g'azot so'zi bilanmi tasvirlamagan. Bu ish ayni davrda dindan mustasno holda hukumatga qarshi milliy bo'lgunchilikning harakati deyilgan. Zaydin Yusufdak o'zini mujohid, harakatini jihad demayotgan kishining og'zidan Qur'on mazorliqda o'qiydigan kitob emas, jihad qilish mezonidir degan so'zning chiqishi pakitga uyg'un emas. O'ramidan qaraganda bu gap 1997-yillari qabri beshida Qur'ondan bir qancha sura o'qish bid'at deb cheklangan davrda deyilgan bo'lishi mumkin. Uning ustiga mushu kungacha bu gapni Zaydin Yusuf degan deb yozganlar kimdan anglagan, nada anglagan, qachon anglagan, qandaq so'rinda anglagan degan savollarni javobsiz qoldirdi. Men 2014-yil 5-oylarda qamoqda yotgan chaqlarda qotillik bilan muddasiz kesilgan bir tungan bilan birga yotgan. Uning aytishicha, u Barinda qurilgan Sharq Turkiston hukumatining davlat mudofaa ministri Jamal Muhammad bilan birga yotgan ekan. Men burun Baringa bir qancha qitim borgan. Hatto maxsus vaqt chiqarib, inqilob yuz bergan o'rin, etishgan yer, mo'kingan joylargacha tekshirgan edim. Ammo
Jamal Muhammadning hayoti haqida bilmaydi ekanman. Mundaq mo'yin bir kishining qandaq bo'lib hayot qolganligiga hayron bo'lib, qamoqdan chiqqandan keyin surishti qildim. Haqiqatan biz muavin bosh qo'mondon davatgan Jamal Muhammad shu Tungan degan turmaga qamalgan ekan. O'limga hukm qilingan Wang degan bir Xitoymo turma xotirlarimdagi do'zaxga kirmasin dedim degan mavzuga qarang. Manga barin inqilob mezgildagi ministrlar bilan birga yotganligini degan edi. Tekshirib bilishimcha, barindagi inqilobda qurolliq inqilob orqali bir milliy davlat qurish fikri yetakchi o'rinda turgan. Bugun biz muhojiratda, vatanda qurolliq qarshilik qilayotganlar, so'z bilan zulmga qarshiligini ifoda qilayotganlar, sukut bilan nafratlanayotganlar haqida so'z qilyapmiz. Faoliyatlarni tashkil qilyapmiz. Avval qiladiganimiz shu qahramonlarning so'z, fikr va atashlarga hurmat qilishdir. Ular qarshiliklarni qandaq atagan bo'lsa, zolimga qarshi nima degan bo'lsa, ular bizga nima qoldirgan bo'lsa, nimani vasiyat qilgan bo'lsa, shularning harakatini, lafzini, so'zini o'zgartmaslik kerak. Bugungi kishilarni hayajonlantiradigan bir nutuq, bir faoliyat uchun qahramonlarning harakat, nutuq va himmatlarini burmalash, qayta qurashtirish yoki turli o'ydirmalarni qo'shib, bezab joptush samimiyatsizlik, sadoqatsizlik, ig'irroq desa, tuzkorlik bo'ladi. Ilgirkilarning yaratqani tarix. Bugunkilarning yaratadiganimi shu. Tarix bir ilm bo'lib, ilm ahlining ishi. Tarixni paketlar bilan xulos qilmaganda, tarix haqida so'zlaganda, paketga, ilmga va kitoblarga